bitirgan obyektlarini nazorat bo'yicha kelganmiz. Aka, tom necha kvadrat? Xo'p, aka, men bu yerda noodatiy yechimni ham ko'ryapman. Necha kishi jamoa ishlaysizlar? Nechta tonna yuk ko'taradi aka mana shu holatda? Jami 6 ta ustunga, butun tili profilga strapil mahkamlangan. Eng qaymoq joyi desa ham bo'ladi, aka, necha pul ketdi? Assalomu alaykum, hurmatli Mastertom obunachilari. Biz Toshkent shahar Olmosga yetib kelganmiz. Bu yerdagi eng tajribali ustalarimiz Master Nuriddin bilan birgalikda bitirgan obyektlarini nazorat bo'yicha kelganmiz. Assalomu alaykum. Nuriddin aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yo'lda qiynalmadingizmi? Pirvalla yaxshi. Zo'r, hammasi cho't. Xo'p, Olmosdagi bitkizgan obyektingizni bir qurib ko'rsatamiz. Necha pul ketgan aka? Oxirida aytamiz. Oxirida aytamiz. Ungacha qilingan ishlarni va sifatni bir qurib ko'rsatib, oxirida narxini aytamiz. Ketdik. Oho! Aka, tom necha kvadrat? Общий tomimiz 480 kvadrat. 400 kvadrat. Arkalar nimaga bitmadi? Arkalar zakasib qo'yganmiz, xudo xolasa tez kunlarda tayyor bo'ladi. Bitirganingizga qancha bo'ldi aka? Bitirganimizga 15 kun bo'ldi. Demak, o'tgan hafta tom bitgan, u qor yomg'irlarni ko'rgan. Zakonni o'tmadi. Ichlariga suvmi? Yo'q, umuman 2 marta kelib tekshirib ketdim o'zim. Ko'raylik. Aka, mana tomga ham chiqib oldik. Tom zo'r. Mansarda ko'rib turibmiz. Ozadagarchilikka 5 baho. To'liq ma'lumotni bering o'zingiz. Tomimiz 100% lik mansard. Tomimizga oldi qismiga Rossiya Magnitogorskiy Mokri Matvi 045 master modeldagi metall cherpitsamizni ishlatib berganmiz. Tepasiga Toshkent TMZ 045 Mokri Matvi proxnastilda ishlatganmiz. Budjetli variant. Budjetli bo'lgan. Siliflari 41 rasxod. Tomimiz kattaligini hisobiga ertadan muammo bo'lmaydi. Siliflarimiz katta bo'lsa. Keyin metalldan foydalanganmiz. Metall. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. 3 ta ustun tushgan. 3 ta ustunga, 3 ta ustun, narigi tomonga 3 ta ustun, jami 6 ta ustunga, butun tili profilga strapil mahkamlangan. Nechta tonna yuk ko'taradi aka mana shu holatda? Ko'taraveradi qancha bo'lsa. Misol 5 tonna, 10 tonna ko'taradi. Vertolyot qo'nsa bemalol. Vertolyot qo'nmasa bo'ldi. Zo'r. Endi aka, brushlariga, to'sinlariga, straplilariga, abrshotkалariga qanaqa kelgan? Yaqinroqdan kelib tushuntiraylik. Brusimiz 10 ga 10. Hop, 10 ga 10 brus ishlatganmiz. Brus 10 ga 10. 10 ga 10. Yaqinroqdan keling. Ko'rishingiz mumkin 10 ga 10. 10 ga 10. Straplimiz 14 ga 4. 14 ga 4. Bu 8 ga 3. Abrshotkamiz. Sal noodatiyrog'idan. Sizlar amma baquvvat aka. Chotki hammasi. Zo'r. Budjetli bo'lgan ishlarimizga javob beramiz. Hop, qo'lli necha chiqqan aka bu tomon? Bu adashmasam 4 tomon 3 xil chiqqan. Ya hamma tomon bir xilmi? Buni oldiga uyda egalari semondan qilar ekan, nimasini tiyaga qilar ekan. Shu hisobiga 40 sm chiqarib berganmiz. Asli standart, misol uchun boshqa ishlarni ham qilasiz, boshqa gigantli tomlarni ham yapasiz. Standart bo'yicha necha chiqarasiz? 70 sm chiqaramiz. 70 chiqarasiz. Shak nechiga tushgan? Shagimiz 35 sm ga qilganmiz. Master tomni afzalligi xohlagan razmeringizga qilib beradi shagini. Qilib berishadi. Chotki master model bo'lgan. Necha kishi jamoa ishlaysizlar? 4 kishilik jamoa bilan bitirganmiz bu tomni. Necha kunda? 10 kunda bitirdik. 10 kunda. Zo'r. Nuriddin aka, qarangda, mansardli tom qimmatroq tushadi oddiy tomga qaraganda. Mansard ko'rinishda bo'laydi, lekin mansardga tayyorlash bilan qimmatga tushib ketadi. Mana bu profil turibdi-da. 3 ta, 6 ta ustun turibdi. Tepalariga firma yasatilgan. To'qilgan, To'qilgan, Общий temirimiz 9 million so'mlik temir kelgan. Bu firmalarda svatchi chaqirib to'qitganmiz. 3 million xizmat olgan. 12 millionga ketgan, 12 millionga tushgan. Profilni o'zi. Qarangda, bu Toshkent shahri uchun qimmat xizmatmi yoki o'rtacha narxi shunaqami o'zi? O'rtacha shunaqa. O'rtacha narxi. Yaxshi, zo'r. Bundan baland ham bo'lishi mumkin, bundan past ham bo'lishi mumkin. Past ham bo'lishi mumkin. Xo'p, aka, men bu yerda noodatiy yechimni ham ko'ryapman. Ko'pincha mana shunaqa mansarda tomlarga yoki tomlarni ustki tomoniga chiqishga xod qoldirilmaydi. Kimni xayoliga keldi aka bitta portichka qoldirib ketish? Buni to'g'risi uyda egasi. Portichka ham, uzr gapingizni bo'ldim. Portichka ham profnastildan 15 sm yuqoriga ko'tarilgan, xomlis bilan o'ralgan, hech qanaqa o'techka kelmagan. Kimni xayoliga keldi? To'g'risi buni uyda egasi zakasib qilgizdirdi. Bundan keyin yana ham shunaqa qilib ketamiz hamma ishlarimizni. Kerak ekan xolos. Uy egasidan uje g'oya chiqqan. Sababi tomning ustki qismlariga yillar davomida qanaqadir chang, turpon to'planib qolishi mumkin. O'sha narsani tozalash maqsadida portichka qoldirilgan. Kerak. Bu tomlarda masalan oldi tomondan chiqib bo'lmaydi. Shu hozir maqsadga muvofiq. Ko'pincha men ko'rganman arkadan
qanaqadir hayot xavfga qo'yib chiqishadi-da. Qiyin. Bu narsani qo'yishsa, men misol uchun oson chiqdim-da. Oson bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Endi bundan keyingi ishlaringizni xudo mana shu narsani qilib ketasiz. Xudo xolasa. Uy egasi xoh aytsin, xoh aytmasin. Qilamiz shuni. Endi eng qaymoq joyi desa ham bo'ladi, aka, necha pul ketdi? Tomga общий hisobda 140 million so'm ketdi. 140 million so'm. Shunda hop, nimasiga 140 million ketadi? Endi hamma rasxod o'sha yeb-ichdi, o'shanga hisoblangan bu yerda. Hammasi, sliv, aksessuar, hammasi tom butun turli nol holatdan bitishigacha Kirgan. 141 million ketgan. Bu temirlarning hisobiga ozgina oshib qoldi. Bu mansarsiz bo'lsa, kamayadi ham. Kamayadi. Misol uchun bu ustun bilan profilni orasida qancha farq bor? Sezilarli darajada farq bor. Aka, tom yoqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa kamchilik men sezganim yo'q. Agarda siz ham sezmagan bo'lsangiz, like bosib, izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Aka, salomat bo'ling. Agarda sizga ham shunaqa premium sifatidagi tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Master Tomga murojaat qilishinglar mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab ustalarimiz mavjud va qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsata olamiz.